Undaqda sizlarga adillik bilan baho berish tavsiyasini beramiz. Shundaqmi? Shundaq. Undaqda bugungi programmamizga qatnashgan 5 nafar mahirimiz bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Qani, marhamat. Marhamat. Ko'ngillarning tashnasi nava. Umidlarning dunyosi nava. Sultonlarning saynasi nava. Yuraklarning sadasi nava. Salom nava. Bizning programmamiz ko'pchilikka ayon haftalik musobaqa, oylik musobaqa, yillik musobaqa shaklida ilib berildi. Haftalik musobaqada chempion bo'lgan mahirlar orasidan oylik chempionlar orasidan yillik chempion tanlab chiqildi. Buning mukofoti bor, deymi? Mukofoti bor, mukofoti. Haftalik yulduzimizga Şinjan Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan sirtqi shakli ko'rkam, muhit asraydigan, hozirgi zamon texnikasi qo'llanilgan, energiya tejaydigan 1600 yuan qiymatidagi mashrab to'nglatqular bilan mukofotlaydi. Aylık yulduzga Şinjan Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan, hozirgi zamon eng yangi texnikasi ishlatilgan, butunlay Uyg'urcha sistema saplangan, USB va SD karta yig'ish ishlatilgan, yuqori aniqlikdagi suyuq kristal ekranli mashrab markali televizor bilan mukofotlaydi. Bu yillik nima biraqlam deb aytgan bo'lsa, mushun bilib olgan bo'lsak, yillikniki moddiy mukofotlari maxfiy ekan. Yillik chempionning alayda imtiyozi bor. Bizning yillik chempion bo'lgan mahirimiz Markaziy televiziya stansiyasining Parlaq yo'l programmasi, ya'ni Xinjiangda Dao programmasiga bevosita qatnashish salohiyatiga erishdi. Undan boshqa yana Xinjiang televiziya stansiyasining qurboniyatlik san'at kechiligiga nomer qatnashtirish fursatiga erisha oladi. Katta imtiyozlar. Albatta biz mahirlarimizning hammasiga qutuq tilaymiz, ularga omad tilaymiz. Shundaqmi? Shundaqda. Birinchi numurlik mahirimizni sakmimizga taklif qilamiz. Programmamizning tunji bosqichi bizning nafsimiz.
tanıştırıp etkine. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, muhtaram qarindoshlar, ekran oldidagi barliq ko'rilman do'stlar, kashliginglar xayrli bo'lsin. Mening ismim Jurat Nurulla. O'zim Aqsu boyda tug'ilgan, lekin G'uljida o'sib yetilgan. Hozir Urumchida Anjur tiltomaxonasida yetakchi bo'lib ishlayapman. Navozaknimizga nima maqsad bilan kelganingizga qiziqyapman. Navozaknimizga mening chempion bo'lish niyatim yo'q. Chulpan bo'lish niyatim yo'q. Faqat mishay chiqib bir chiqib beqish, kan xalq ommasini ko'rib beqish, men reyimkamni ko'rish, sanatchilarni ko'rish orzuyim bilan. Meni ko'rsangiz bo'ldi. Voy ko'rmayapsiz. Ha. Qasalmiz. Undaqda keyingi mayerimizning nimani ko'rib baqandiq? Qani, marhamat. Mecnun gibi seni suyarman, yüreğimde tılsımı hasret. Sen kalbimden baht dilayman, yiraklarga ketamu hicret. Mayli kimga bo'lganda Xo'sh, Gülyar, oldindan barliq mehmonlarga o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Mening ismim Gülyar, yurtim Achishtin. Men Shinjon zamonaviy kasbiy texnik institutida o'qiyman, kasbim sestralik. Xo'sh, Gülyar, o'zingizning kasbiy sestralikka, lekin naqsha aytadigan ijodiyat bilan shug'ullanasiz. Bu naqsha mening o'z ijodiyatingiz. O'zingizga tilaymiz, omad tilaymiz. Xo'sh, undaqda endi sahnamizni 3 numurlik mayrimizga beramdik. Bo'ladi.
Sendeki vaktin Karına yaraşkanla Sana sügen yayırımsın Bebeğine damaşkanla Hatta sendeki vaktin Karına yaraşkanla Sana sügen yayırımsın Bebeğine damaşkanla Ben 3 numaralık Mahir, Alımcan Batır bulman. Yurtum güzel Qaysish diyarı bolgan Xotandan. Şinjan Üniversitesining ma'muriy boshqarish kasbida o'qiyapman. O'zingiz yaxshi ko'rib mushkasini tanlaganmi? Ya bu endi cho'nglarning arzusida mushkasida o'qib qoldim. O'zimning qiziqishi bo'lsa muzika, san'at. Lekin men o'kinmayman. Mana hozir bu shunday navo programmamiz bor. O'zimizning qiziqishini namoyon qila oladigan. To'g'ri. O'kinmayman men. Yaxshi, yigit. Tilaymiz. Keyingi mayrimizning taklifini taklif qila olaylikmi? Qani aralab turaylik.
4. numurluq mayor Zöhre Gülmet Toqti, Xotan Gülmunayis'ten geldim. Gülmunaylik sanat ömegide işleymen. Hazır Şinjan Sanat İnstitutu Çoğlanları'nın icadiyat sınıfı okuvat. Bilim aşırış geldim. Sınıfı okuvatım. Mübarek olsun. İcadiyat bilan shug'ullanasiz. Siz endi sizniki keyingi bosqichlari yana ashula mo'ngluq ijodiyatlaringizni anglashga tilakdoshmiz. Shunday. Vaqti birdam aramat bo'lsangiz. Marhamat. Endi keyingi numurliq mayrimni taklif qilamiz. Özünüzün aldı bilan bir tanıştırırsınız. Men Şinjan Sanat İnstitutu Muqam Məşrəb Tədqiqat kəsbinin oxucusu Gülbəhram abla boluman. Muqam Məşrəb Tədqiqat kəsbi. Naqşını yaxşı etirkensiz. Nemişqi Muqam o'rindaş kəsbida oqumay, Muqam Tədqiqat kəsbida oqudunuz? Bulupmu muşu muziklik jihatdan muqam tadqiq qildigan kishilarimiz naytim az. Şu men mush soatdagi bo'shliqni to'ldiray deb mush kasbni tanlab, mush kasbni o'qidim. Barakallah. Barakallah. Rahmat. Undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlar, bizning 5-numurliq mahirimizmi o'zining mahoratini o'rindab bo'ldi. Undaqda biz qolgan 4 nafar mahirimizni sahnimizga taklif qilgan bo'lsak, Senin sahneyi var emas. Algan bahodirlarimizning bu 5 nafar mahirimiz haqida beradigan fikr takliflarini anglab boqaylik. Marhamat. Birinchi mahirninki ovoz tembri yantisi yaqinlikka. Mazmunni ifodalash hissiyotimi yaxshi, jonliq ifodaladi. İkinci mahir ovoz yaxshika. Naqsh mazmunni ifodalash hissiyotimi naqshiga xos, tamkin bo'ldi. Endi diqqat qiladigan tarafi naqshininki qattiq yumshoqlik taraflariga ahamiyat berishini umid qilaman. Üçüncü mahir icra qilgan naqsha nəhayət qızğınlıqni talab qildi ekan. Endi men umid qilgan taraf ovoz chiqarish taraflardan qisqacha bo'lsa-mu bilim egallashini umid qilaman. To'rtinchi mahirning ovozi nəhayət chiroyli ekan. Uning ustiga ijodiyat bilan shug'ullangan, naqsha ijod qilishmi oson emas. Bu bir tug'ma, talant tug'ma. Onun ustiga ovozi takshi ham so'zilgan. Naqshining qattiq yumshoqlik taraflariga alohida ahamiyat berilgan.
5 mayır aytgan naqsha amiz tunishib olgan kucha xalq naqshisi. Naqsha aytganda bu mayır şu naqshining o'ziga xos puroqlarini ifodalashdan nihoyatda o'lchamlik etdi. Birinchi nomerlik mayırga meni eslatishim nihoyatda bu bola o'qimaydi ekan. Nihoyatda shu mandaqcha aytganda faqat o'qish yo'q. Beshig'i kay desak nima? Beshig'i kay dedi. Bundan keyin teg'imi kelganda qildi. Men bu balaning birinchi qitim sahnaga chiqishim qanday onu o'qimayman. Men birinchi qitim sahnaga chiqqan vaqtim esim chiqib ketdi mening. Qanday bo'lgan? Men birinchi qitim sahnaga chiqqan ish qilib tushib ketdim. Ovozingni kasbiy jihatdagi mashqlardan azroq shug'ullangan. Ma ikkinchi nomerlik mayır bayatın qınaqshni yomon ta'sirlik etdi. O'zi sistralik kasbida o'qiydi ekan. Naqshini shundoq yaxshi ko'rdi ekan. Naqshini o'zingiz ijod qilibsiz. Nihoyat chiroyli. Bakmo'liq ijod qilibsiz dedi. Ama üçüncü nomerlik mayırga kelsak, bu naqsh etishni intan yaxshi ko'rgan. O'rilgan bayqi naqshisi nihoyat muvaffaqiyatli o'rildi menimcha. Chunki ulardan chiqatmadan ovozing qo'ymadi, harakatlaring yaxshi. Sen nihoyat yaxshi o'rildim. Ama to'rtinchi nomerlik mayır ijodiyat kasbida o'qiydi ekansiz, naqshini haqiqatan yaxshi ijod qilibsiz. Ata degan naqshni. Bunda ijodiyat qilmoq yomon emas. Men azroq beradigan talabim endi. Siz bir kasbiy san'atkor, sahnadagi hissiyotingizga azroq diqqat qilsangiz, menga hissiyotimi, bir xil hissiyotingizni yaxshi qilib Ama 5. mayır kelsak, 5. nomerlik mayır abayqa kuchaqliq naqshini nihoyat yaxshi o'rildingiz. Hissiyotingiz shundoq undan. Ovozingiz shundoq yaxshi ekan. Shunda siliq, mo'liq chiqadi ekan. Ammo lekin yana shu san'at maktabida o'qitibsiz, kasbiy naqshchi muallimlardan o'zi darsining ovozni texmi to'van tushirib, yo'riq chiqarish, mana ovoz tishlash mujjatlarda. Anadan keyin naqshning puroqni nihoyat yaxshi o'rildingiz. Hammalardan yaxshi natija tilayman. Rahmat. Birinchi nomerlik mayırimiz Cüret Nurulla inimiz. Naqsh aytganda nihoyat jo'shqin sahnaga chiqibdi, sahna beshig kaydi. Ondan keyin naqsh aytgandagi tekstda nihoyat aniq har bir gapini yimirib elib biz nim deyotganini nihoyat o'qib turyapmiz endi. Bundan keyin o'tganlardimi mushundaq naqshlarni yaxshi aytib, yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshman. Gülyar singlimizga kelsak, singlimiz bu naqshni o'zi ijod qildi, singlim ijodiyatingizga barakalloh. Undan boshqa naqsh aytgan vaqtda naqshingizniki tova yeriga qaraganda yuqori yerini aytganingiz naqsh aytishdagi alohidligingizni bakrak joriy qildiribdi. Endi 3. nomerlik mayirimiz Olim Botur. O'zingizniki usul o'ynab bergan hamroyingiz bilan moslashishingizni yaxshi, hammaning oxirida shu naqshni to'xtagan yerdagi ko'rinishingiz xudo shu rasmxonga berib rasmga tushgandek to'xtadi. Nihoyat chiroyli to'xtadingiz. Naqshlaringiz taqqidlash qo'lmish maydada eli qizga salom berdi. Bu to'xtash nihoyat joyiga keldi. Naqshlaringiz nihoyat jo'shqin. Bundan keyin o'tganlaringizga qutlug' tilayman. Endi 4. nomerlik mayirimiz Zöhragul singlimizga kelsak, singlim ijodiyatingiz haqiqatan muvaffaqiyatli chiqibdi. Naqshingiz lirik, hammamizni bir ezgulikka boshladi. Naqshidagi puroq bilan ichki hissiyotingiz birlashib, bizni dadimizdan iborat bu ulug' bir insonni texidan hurmatlashimizga, texidan izzatlashimizga turtki bo'ldi singlim. Bundan keyin shunga o'xshash yaxshi ijodiyatlarni qilib, texidan zo'r ufuqlarga erishishingizga tilakdoshman. Endi eng oxirgi mayirimiz singlimiz Gulbahramga kelsak, bu naqshini aytgan vaqtda o'zininki tabiiy ovoz bilan Yevropaskiy ovozni birlashtirgan asosdagi aytish jihatda talanti namoyon bo'ldi. Andan keyin ovozni mushi jihatda ovozni ishlatib bu naqshini muvaffaqiyatli aytishda yaxshi hal qildi. Salmoq, mardona. Rahmat. Baholg'uchilarimiz yaxshi o'rinli fikrlarni berdi. Shundoq biz muhayil bo'ldik. Undaqda baholg'uchilarningki bahasidan boshqa yana qiziqarli bir o'tkilimiz bor. U bo'lsa bizning naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz 5 mahirimizdan kimning bugungi chempion bo'lganligini taraf qilsaqdi. Undaqda taraf qilsang, zodi kim bugungi chempionimiz bo'la oladi? Xo'sh, bizniki talalik tomoshabinimiz mukofotimiz bor. Bizning talalik tomoshabini Shinjon mashrab elektr uskunalari ishlab ta'minlagan, har xil plastiklarni o'qiy oladigan zamonaviy texnika qo'llangan DVD apparat bilan mukofotlaydi. Menimcha bo'lganda 5. nomerlik mayirimiz bu qitimliq faoliyat birinchi bo'la oladi.
Menimcha 4-numurluq mayırimiz Zöhrəgül haftalık çempion bo'la oladi. Menki bo'lganda o'sha haftalık çempion 1-numurluq mayır jur'at bo'lamdiki. Shunda. Menimcha olganda 3-numurluq mayerimiz bo'la oladi deb o'ylayman. Rahmat. Bu basqışda zodi qaysi mahirlarimiz ikinci basqışqa muvaffaqiyatlik o'talaydi. Albatta tanlash huquqi naq maydonda o'tgan qargizlarda. Qadrli tomoshabin do'stlar, qo'linglardagi elektronlik bilet tashlagichni elib, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar. Biz ta'bir sanab 10 sanaymiz bu jarayonda o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini to'xtamasdan vaqasanglar bo'ldi. Bilet tashlash baş. Kim kiramay qoldi? Men. Sizchi? Meniki deb o'ylab qoldim. Unda bo'lsa, ikinci basqışqa kim muvaffaqiyat etildi? Qani, nomer ko'rib beringlar. Kenala o'rib ko'ringlar. Oldi bilan ikinci basqıchimizga muvaffaqiyatlik o'tgan bizning 4 nafar mayirimizni tabriklaymiz. Qani, to'ng tushib aramag'ash tayyorlik qildiringlar. Siz qanday ideya tayyorlik bilan kelgansiz? Men shu sening chiqib olsam bo'ldi edi. Taklif chiqib maqsadda aytsammi bo'ldi debman. Demak, hozir bo'ldi shundaqmi? Bo'ldi, shu otam tomoshabinlarning qo'llashiga javob hozir berishdim. Bo'ldi, bu yetarli menga. Rahmat sizga. Lekin inim. Buningga hargiz meni jo'g'anda o'zingni ko'z qarashing deb bo'ldim. Ammo yana bir amali bor. To'g'ri. Uni agar ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz yoki naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz bizning biror mahirimizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, ammo u tanlamay qolgan bo'lsa, yana bir amal bor. Yanson orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan shu mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga ushtir yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan shu mahirni yana bizning navot texnikimizga qaytarib kelalaysiz. Shundaqlar talaylik abon bo'lib baholash fursatiga erishasiz. Shuni hozirdan boshlab bilet tashlashni boshlaysiz bo'ldi. Demak, sizdan umid topsam, ana tilaymiz sizga rahmat qilib. Endi bizning ikkinchi bosqichimizga bir o'tib olgan bo'lsak, ikkinchi bosqichimiz parvoz. Parvozlarga nima chiqandi bunda usullar kelishib qoldingiz? O'zim usul bak qiziqman. Kichim neyisman? Rahmat, shunday chiroyli qo'yindingiz. Endi mushu usulingiz mana mushu jo'shqin usulingiz orqali keyingi o'tkalga bemalol kirkitalayman deb o'ylamsiz? Men faqat o'zimda bor narsani boshqa xalqimga ko'rsatishni o'ylayman. Açtı
ana yurtum. Yakay bagri Bulak gözlük anar yüzlük Dili apa Sözü kayma Dili apa Yey emgeki yay Ümni Tamam yerken yana gördüm seni Cevap dünya diyecek gördüm seni Güzel yurdum yana gördüm seni Yürekten yar bulup duymam seni Hatırımda durup yollardın beni Ödüney sendin olunma al beni Hatırımda durup yollardın beni Ödüney sendin olunma al beni Tamam yerken sen aziz makam Kalbimde sen bütün yağmurdu gülhan Ana yurdum sen aziz makam Kalbimde sen bütün yağmurdu gülhan Salam yerken hem aziz makam Kalbimde kalmışım yağmurdu gülhan Ey ana yurdum sen aziz makam Kalbimde kalmışım yağmurdu gülhan Kalbimde kalmışım yağmurdu gülhan Yağmurdu gülhan Rəstək çıraylı qoyunduğunuz yox. Sizin bunçaq oynayalaydı faqat oyulmaz ekan. Arasından bək yaxşı oyundunuz. Umatda sizə utuq diləyimiz undaqda. Əmsəklimizni keyingi numurluq mayımızı berəyli arabat duramdıq. Qani.
Uyay! Muş hazır yigitler qo'g'layotgan, qizlar qechayotgan. Nim degan yaxshi ya. Uyay! Mana mushu yosh vaqtimda qo'g'lagan yigitlar. Nima? Yosh vaqtim desam meni qirib tutibdi, daqamanglar. Mana men bu yil Xudoyim buyursa 39 yosh kirib 3 oy yashdim. Nima bo'ldi? 39 yosh kirib 3 oy yashqanlar, "Ey, tegmabdi" demsiz. Tegdim. 3 qatim tegdim. Andaqmi tegdim, mandaqmi tegdim, asqachmi tegdim. Endi shu mush tunji qatim mush Sherinjon degan bir yigit tunishib qoldim. Uy, ashundan ism bo'ldi ekan, Sherinjon. Voy, uningdan Sherbaxon, Sherib Muhammad qo'ymabdi. Lekin shu zamg'omi Sherinjon degan naqshni 5 yoqtirib aytma. Kelinglar bir naqsh aytaylik. Alma attım deryaga sir. Voy, hammanglar chosanglarchu. Voy, bo'ldi, men roziman. Voy, u o'zimichu qamlashmagan bir nima edi. Boshda mushlarning aylaringlarga o'xshash apparat kelibdi. Akilat apparat. Bir kuni tigamsa, deydi. Tigama dedim. To'y qilib eyapti. Xudoim, qo'saq bilan singlarchu. Deydi. Uyay! Men ömrümde unda langman çöçür samsı degan tamoqlarni yeb baxman. Shmush o'mashli qamandim deb yurishni tozimi yo'yib tashqadan o'tni qaloplab etdim. Yuriq yurish degandan chepi degandan hozirgacha olmab ekanman. Mushu 5 hafta 10 hafta bo'ldi. Javurga usib oldim, mushundaqli qo'ysam, bir manga, bir javurga, bir manga qarab chiqib ketdi. Bir azdan keyin qarsam, mush bir narsa yo'l mush toq peshonamga toq tegib edi. Qo'rqib tushdim. Voy, deb birdan keyin ko'zimni qarsam, yerdim ha. Yenimda o'mash qilgan chemish turibdi. Bayağı meni shuni urgan ekan. Voy, chemish urgan odam bo'lib qolamdi. Hechnim bo'lmadim. Yana bir atib, yana bir aytaydim. Onun shunda qiziqsinib qoldik-da. Bir kun uyda o'mash etib yeb, o'tasam, mush qo'shnimiz Tokatay qo'yin tozlashga yugurib kirdi. "Hey, Mizongul, bizning uygacha Suydongdan bir mo'min shopir keldi, degansa" deydi. Uyay, nim deganingiz Tokatay? Men unda abosib tegdi deb qoldingizmi? Men unda pir traktor degan shopirlar tegmayman. Tegsam shu aeroplan aydaga ishqichilar tegina dedim. Ey, ahmoq, onun ismi shopir bo'lgan bilan o'mashni yaxshi ko'rgan. Ha? deb tegibli oldim. O'mashni yaxshi ko'rdi ekan. O'mashni uxlaydi. O'mashni chiqdi. Lekin bir kun o'zimcha, "Hey, mening shopir, siz meni yaxshi ko'ramsiz?" desam, "Tong" deydi. "Hey, juring aram olaylik" desam, "Qo'noq bo'ldi-ku shu" deydi. "Hey, mening shopir, siz men bilan armonsiz, bo'lmaydigan men buni uyingizdan ketaman" desam, "Tong" deydi. Shu ochiqim nerdan keldi, ketdim. Voy, qarindoshlarim, u bir hasrat chekib qo'yg'urdigan eramas. Buni o'zining o'ruqligi sho'rab tashlatgan sho'xuldek. Belining inishchiligi bo'g'ib qo'ygan supurgidek ishton degan narsa to'xtamaydi. Endi shu erim qitliyin shu yurayversekmi setgan. Endi yana bir erim qitliyin bir to'xtamış lag'man degan tegibli oldim. Voy, mush lag'man so'zdigan bo'lsa, mo Urumchining lag'manlari childi qolsin. 360 metrni birni so'zida mush arxoytun ishkilab 180 metrdan bo'lish yetli olmiz. Bir kun uyda lag'man etib yeb o'tasak, bir xotun uyga to'qsqilib bosirlib kirdi. "To'xtamış ketdik. Uy to'xta, xummash yig'lab qoldi." "To'xtamış, to'xta. O kim?" desam, "Sizlar uyda o'tirib qolsizlar. Men hozirlik kirmoq" deb chiqib ketdi. Keyin o'qsam To'xtamishning To'xtamishdak, to'qsqalsakna. Kelinglar, bu sizlar kirg'oz jo'mon yig'ib oldi. Men qo'mish, siz yurayverman, sizlar tushimga tegadigan mening qajoyib deysa deb. Menga tushimdan chiqyotdi. Ani chiqdi, ani ichik desaydi, mana teshik desaydi. Sizlarning nimkoringlar men bilan deb ekan-ku. Bir qatimdan 3 qatim durdi, 3 qatimdan 5 qatim durdi, 5 qatimdan 7 qatim durdi deb
ürümçilerden çıkmıştı, akılcılardan çıkıp kala. Ah seni dedim seni. Barıcı Gülbekran şu manası mı bu? Şu. İt dostunu sağlığı katnasınız otu kessinler ha? Şu tamaşıdıllar bir hoşal boğan bolsa, azırak bolsun mu mənvi joqasa, Kani onda olsa, en ahırkı mayırımızın mağarısını körüp olduk ha? Kağa mayırımızın səknimizge təklif qılğan bolsaq, Kani, səkniyə mərhəmət. Kani mərhəmət. Bak. Birinci numaralı mayırın usulü nəhayət cüşqün. Pək yaxşı oyundan usulü. Ben nəhayət zoxlandım usulundan. Elde yeni izlendiğin tarafları var. Kesbi usul çıkanda oynaydı aşınacak ki. Bizden yaşlarımız hazır toy tökümlerde usul oynayımız şu. Muş mandak sende mi aylanıp oynayımız da aylanıp. Arayım Dorata imiş be ha. Hep böyle. Bu kayadan payda olan usulda da deyran kalmam ben. Ama birinci numaralık mayırda usuluna cüşkün oyundu, lekin yeni bir sana deyilgan fikir bende çıktı adındak. Kökürek tişlep turup tik oynadı, kolunu ikiz götürüp işki murunu tüven çürüp. Ama ikinci numaralık mayırı gelsek, siz bu şu Uygur ayalla oynadık usuluna hareketlerin hemen uygunluk yapsınız. Bana fikirşiniz yaman yakşı da. Şundak uzun aşı döngülekten çıketmeniz lazım. Ben bu sabah işki fikir alıp dümlü düşmeyin. Ama Tövtüncü numaralık mayır sizin akordeon çelişiniz ben oylap bakmak gibi. Sizin baytımda qarasam siz resmi sistemlik öğrenipsiz. Nasıl sistemlik şu notu boyunca akordeonun barmak kaideleri boyunca öğrenipsiz de. Da qarasam mayaktaki pasırlagan kollarınız buna ait orunda turdu. Anladın müzikini mi? Kakıkvalısın şundak yaxşı, muhabbetlik, toluk yaxşı orladınız. Aşınacık orlamak yaman tez. Ma kızın itot oynayışı, karabitkede var ben şimdi. Vay. Sevdi ki, Kazakistan Uygur teatrdaki yılgı kodundan yaxşı oyundunuz da siz. Tırışın, çokum her taraftan itilgen bir sanatkar bulsuz. Rahmet Ülsadaka. Rahmet Ülsadaka. Birinci mayır hakikaten özünün usulu arkalık yaşlara xas coşkunluqni, kaynak hissiyatını ifadeladı. Benim koşup koyduğum tarafım endi jigitlerning usuli hakikaten merdani buldu. Aşılık boyun etiş hareketi erle oğullar xas mı? Dep bir sual. Bu taraftan Dilşat degendek biraz başka kesbi usulçılarınki hareketlerini mi görüp öğrenip koyuş gereken. İkinci mayırının orulgan usulü Lerzan, şok hareketleri hakikaten kızlarının nazaketini naiti Ruşen ifadeleip berdi. Bu tarafına ait yaxşı. Dördüncü mayır orulgan kakıkvalısı dünyadaki meşhur müziklarının biri. Bunu orulaş, çalmak hakikaten tez kılı maharet talep kıldı. Yani bu kızınki çağan akordeon çağandaki her bir tillerini, oyun tişleri, andın melodiyaga bas avaz kısmını maslaştırışımın ait yaxşı. 5. mayır, ben Dilşat'ın gibi koşulma. Rahmet. Birinci numaralık mayırımız Cüret Nurullah. Cüret Fıkımız. Usulunu bek olmak oynadım, bek çallık. Bunu dekin ötkenlerine mutlu söyleyeyim. İkinci numaralık mayırımız Gülyar Sanlımız. Bu sonunuz bek olmak gel. Sizden bir hareketinizge bek gözüm çişte kolunuzun mışındak, eliplanmışındak. Algan bir hareketiniz var ki, şu hareketiniz sizge bek yarışıptı. Dekin usulunun inçkin noktaları Nayt çakkan, nayt cayda orlaştırıptı usuluna nayt. Olmak oynap berdiniz, rahmet sizge. Zöhre Gülsanlımız, siz hakikaten pişkan akordeon çıkansınız. Şu dünyaya dağlık kakıkvalısı namlık müzikilmentik sizin çelip meşik kılıp bir kep orunda pötsem, mertni meydanda sınarıp. Hakikaten pişkan akordeon çıkansınız. Hem de Sağolunuz Gülbekram, otta nimançı oyna koysa epizod ney? Aşırı okuyan Sattarovanın özlülük etdiniz ama məңлеріңіз kepti məңлıxan. Yaxşı orundadınız ama epizod bək təbii, rolga bək çöküpsü. Rahmet, bağlı uçudumuzga köptün köp rahmet, yaxşı bahalan bir bədinlar, yaxşı təklif fikirlərini bədinlar. Ondaqda əmdi yana olqılıqda etib geldi. Şunda. Qadirlik tamaşabın dostlar. Qo'linglardagi elektronlik bilet tashlashni ilib, o'zinglar yaxshi ko'rgan mahirga bilet tashlanglar.
Cüret'e bilet taşımakçı olsanız birini bilsin. Gülyar'a bilet taşımakçı olsanız ikkini bilsin. Zühre'ge 3'ni, Gülbekrem'ge 4'ni. Biz ta'tir sanashni. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gülbekrem, nendeginiz bor? Men tanlamga şeyme dep qaldım, lekin mayli tanlamsam ham şey chiqib, mushunchalik tomoshabinlarga qiziq beradigan bo'lsam shu meni eng cho'ng xushalligim. Qanondaqda kayninglar ostida o'lib natijanglarni ko'rib yiqinglar. Oldi bilan keyingi bosqichga muvaffaqiyatli o'tgan 3 mayirimizni muboraklaymiz. Qani, tasdiqlab aralashtiringlar, tayyorlik qilishtiringlar. Rahmat. Kelayinin. Nimdeginiz hozir eng oxirida bir jumla so'zingizni bir anglab boqaylik-chi. Mening deganga demoqchi bo'lgan gapim o'sha tomoshabinlarga, cho'ng-cho'ng artistlarimizga ikki numara kelibdimi? Shunday bo'lsa-mu, meni qimmatli taklif fikrlarim berdi. Bundan keyin o'rganadigan jihyalarimning borligini his qildim. Demoqchi bo'lganim bundan keyin men texnik tirishib, mushunday musobaqalarga qatnashmayman degan umidim bor. Yaraysiz, yaraysiz. Demek, yana bir mayırımız bilan xo'shlashdik, lekin bizning mayırlardan bugun xo'shlashganimiz Navoz teknisdan ularning menga xo'shlashgan emas, shundaqmi? Yana qaytib kelishga bo'ldi. Kelgan turistimiz va qadrli ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Agar siz bizning bir mahirimizning naqsini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, ammo u tanlamay qolgan bo'lsa, siz yana bir usullar qilib uni taklifga qaytarib kela olasiz. Shunda. Do'stlarimiz yanfon orqali o'z yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerining oldiga 33 ni qo'shib 106 266 19 ga uchur yo'llash orqali uni taklifga qaytarib kela oladi hamda talaylik obun bo'lib tanlanish fursatiga erisha oladi. Tafsilotini Karvan to'ridan ko'rib olsanlar bo'ldi. Shunda. Bizning 3-bosqichimiz qarindoshlar. Oldi bilan qarindoshlarni bir tanishib beramiz sizlar. Bu yoq mening do'stim Aliya. Men bilan bir sinfda o'qiydi. Kasbimiz o'xshash. Mening yordamchim bo'ldi. Men intayin yaxshi yordamlashib berdi. Men intayin rahmat aytaman. Xo'sh, unaqda pastga tushib aramat tursanlar, endi hal qilishga kirgan bosqichga sizlarga zo'r utuqlar tilaymiz. Ay
Bağladığınlar naqshni. Aldı bilan hamkorlashuvchilaringizni bir tanishtirib aytamsiz. Hamkorlashuvchilarim meningki savodoshlarim. Bu inimiz o'rta texnikumda o'qiydi. Qolgan savodoshlarim bir sinfda. Bir sinfda cho'nglar ma'rifida shunaqa. Cho'nglar ma'rifida Akbarjon ismi. Gitarchi, savodoshi. Umuman bir ijodiyat sinfida o'qiydi. Janijon naqsh kasbida o'qiydi. Qarşalımız. Bu yoq singlim Arzugul bu naqsh kasbida. Sizlarni Qarşalımız. İkinci mayırımız. Qarindoshlar bilan qanday mahorat o'rinlaydi? Birlikda ko'rib chiqaylik. Texnika marhaba. Marhamat. Bu mening hamkorlashuvchilarim bizning sinfdagi musiqa ma'rif kasbidagi Ipargul bilan musiqa ma'rif kasbidagi marhaba. Sizlarni qizg'in qarshilamiz. Xo'sh, undaqda bizniki qarindoshlar bosqichimizdagi barliq mayirlar o'zining qarindoshlari bilan o'zlarining barliq mahoratlarini o'rlab bo'ldi. Endi barliq qarindoshlari bilan shu mayirlarni sahnimizga chaqirgan bo'lsak, qani marhamat. Endi barliq ustozlarning fikrini anglab boqqan bo'lsak, hamda shu qarindoshlar bo'ligida bizniki shu bo'yini tatma tashqi qirqib qo'ygandak ikki ummoq singlimiz Gülyar bilan uning hamri ikki kishilik usulni g'oyat yaxshi o'rinladi. Kasbchanligi, qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan Uyg'ur usullaridan biri shu China taqs usulni g'oyat o'yinda yaxshi o'rindadi. Endi beshida shu China turdi. Sizlarga bak muvaffaqiyat yor bo'lsin, uqularim ko'z tegmasin, barakalloh. Sizlarga aytgan naqshlarni anglab haqiqatan shu qayta tarbiyaga tushgan vaqtlarni nurg'un akalarimiz, azizlarimiz eslagan bo'lishi mumkin. Har bir naqsha bir vaqtlarni, bir minutlarni eslatadi-chu. Hamda ish birlikda, kuch o'mlikda degandek sizlar bir qanchalar hamkorlashib nayt yaxshi bo'lgan bir naqshini, yaxshi bo'lgan bir nomerni maydonga chiqibsizlar. Bundan keyin bir niyat, bir maqsadda shu o'zinglarning ko'zlagan yuqori nishoninglarga yetishinglarga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Endi shu 3-chi bo'lib nomer ko'rsatgan sanglimiz Gulbakram. Endi usulinglarda harakat birligini yaxshi bir usulni maydonga olib chiqishga astoydil muomala qilsizlar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat chapatatinglar. Bayırana naytı yaxşı bağlarım bədi. Həminin qıstık qoyduğunum 2 numurluq mayır usulunu özünün həmrayı bilən çıraylık hərəkətləri bilən intayın yaxşı oynadı. 4-cü mayır mı universal sənət alaylığı iken. İcad qıldı iken, naqşı orulaydı iken, həm akordeon çaldı iken. Bundaq universal alaylığı iyi oluşmu asan emas. 5-ci numurluq mayır mı universal maharetki iken, itot oynadı. Usulnumunu yaxşı oynadı, həm naqşım etdi. Bu tərəfdən məllə əməz, tamaşıblarımı əlbəttə hayran qaldı. Rahmat. Rahmat. Mənim 2 numaralı mayırğa hayran qaldım. 3 yıl qıtım oynayan numara şu naytırağınlarda. Rahmat. 4-cü numaralı mayırının birikme bək yaxşı. Abdülzikam muşu etkan naqşlarını icad qılğan, həm orulğan ustazımızda. Mana kiçik vaxtlarımda gitar öyrənген vaxtlarda aş naqşlarını etibdik. Nəhayət yaxşı oruldular.
5 numaralık Mahir, sizin mi şundak ranglar yaxşı? Әмді нөвәтті мұшы барлық майырлар өзлерінікі қиырындашы білән мағаратларын орылап болды. Әмді қош барлық тамаш біләні ки, мұшы 3 майырның ішіде 2 майырны әптіді 1 yıldız басқышыға әкірдіған нөвәт сіләге келді. Билет ташлаш, ба! Siz keyingi basqışqa kira aldingizmi? Başqa mayırlarning shunda yaxshi-chu. Shuningga men kiramay qolgandim-mu ya deb o'ylab qoldim. Xo'sh, undaqda barliq mayırlar aldırmay keynalağı burilib, Keynalağı burilib. Özanlarning natijasini ko'rib beqinglar. Muborak Muborak olsun. Keyingi basqışqa o'tamidingiz ko'nglingiz yermi? Mushu oq sabta olsun, oldi sabta olsun nurg'um do'stlar bilan, Rimkam bilan tunishib ketdik. Shuning uchun men xushib ketdim. Qani bir qizg'in olsun. Rahmat, sizlarning mushu. Xo'sh, undaqda bizniki eng muhim basqış, ya'ni haftada 1 yıldız basqışga qadam qo'ydik. Haftada 1 yıldız. Qani, undaqda haftada 1 yıldız basqışimizdagi yana 1 yıldızning sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat.
Qani ko'pchilik endi eng jiddiy vaqtga qadam qo'yish oldi turibmiz. Yana bir mayrimizni sahnimizga bir taklif qilib olaylik. Qani. Oldindan bağlıqçılarning fikrini bir anglab baqaylik. Sonumuz Gülyar aytgan Alishapga nomli naqshini aytgan o'rindiqchilarning birisi mendan bu naqshini bak yaxshi o'rindadingiz singlim. Siz shundoq bir uslubni yaratdingizki, naqsh aytishingiz bir mahorat, usul o'ynashingiz bir mahorat. Gulgiliga xil-xiliq gap singlim barakalloh. Rahmat. Endi Zuhragulga kelsak, Qizilgulning g'unchisida bir usul o'ynaydigan Amron deb topsiz kim. Endi usulni qizbak yaxshi o'yindi, naqshini aytgan vaqtda naq maydonda o'rindadingiz. Shu naqshini aytgan vaqtida o'zingizning ovozini kontrol qilib turib aytishingiz bak yaxshi o'rindadingiz. Ovozingizni haqiqatan yaxshi kontrol qildingiz. Hammanglarga omad tilayman, cho'qim lilla gapirishinglarni umid qilaman. Sizlarning yuragingizda bagarak meni so'qib ketib turdim işte. Abduzka mush tomoshabinlar buning bag'asin. Ha? Undaqda endi biz alayda taklif bilan qatnashgan bizning taratqular vakillarining o'z qo'lidagi 10 nomerni kimga tashlaydiganligini ko'rib baqaylik. Qani undaqda bizning 2-nomerlik mahirimiz Gülyarga qo'lidagi qimmatli 10 nomerni beradigan taratqular vakillari Beriskanlarni ko'tarsanglar. Marhamat. 10 nomer. Rahmat. 10 nomer. Undaqda bizning 4-nomerlik mahirimiz Zuhragulga qo'lidagi qimmatli 10 nomerni beradigan taratqular vakillari qani marhamat deyilishkini. Marhamat. 80 nomer. Rahmat sizlarga. Rahmat. Zodi kim bizning bugungi haftalik yulduzimiz bo'la oladi? Endi eng oxirgi tanlash huquqi yanala bizning naq maydondagi tomoshabin do'stlarimizda. Shundoq. Agar siz Gülyarga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, birini bilsin. Zuhragulga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, elektronlik bilet tashlashning 2 knopkasini bilsin. Kim bizning haftalik chempionimiz bo'la oladi? Haftalik chempionimizning mukofotini oldi bilan bir o'qiytaylik. Bizdagi haftalik chempionimizga Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan sirtqi shakli ko'rkam, muhit asraydigan, hozirgi zamon texnikasi qo'llanilgan energiya tejaydigan 1600 ga qimmatdagi Mashrab to'ng'at qo'llari bilan mukofotlaydi. Bundan boshqa yana qaysi tomoshabinki farz to'g'ri chiqqan bo'lsa, shu talalik tomoshabinga Shinjang Mashrab elektr uskunalari chekish shirkati ta'minlagan har xil plastiklarni o'qiy oladigan zamonaviy texnikasi qo'llanilgan DVD apparat bilan mukofotlaydi. Undaqda qadrli tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi televizor ko'rguvchilar, bizning bugungi chempionimiz zodi kim? Qo'lingizga elektronlik bilet tashlashni elib, o'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini bilsin. Ta'til sanaqni boshlaymiz. O'zingiz yaxshi ko'rgan mahirning rad nomerini to'xtamasdan baqirang. Bu balkim siz yaxshi ko'rgan mahirga omad kelsa mumkin. Sanaqni boshlaymiz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ben kimning tanlanganligini uqmayman, lekin bu singlimiz tanlansin men xush bo'laman. Men tanlanmasam, lekin shundan ajrga xush bo'laman. Men tanlanib qolsam, yana xush bo'laman lekin. Albatta. Qanday bo'lishing qat'iy nazar xush bo'lsa shundaqmi? Sizchi? Men bu tanlanmay intayin xush bo'laman, chunki shunchalik bir sani chiqib o'zimning shunchalik ortiqchiligimni namoyon qila oldim. Ko'pchilik sinaldim, ko'pchilik azroq bo'lsin xush qildim deb o'ylayman. Mush meni eng chong xushaliqim. Qiyinlarsa qiyinlarni o'rib natijalarni ko'rib qilinglar. Muborak bo'lsin. Naqta bizning Gülyarning 45 nomeriga taratqular vakili degan 10 nomerni qo'shsak, ya'ni 53 nomer. Zuhragulning 46 nomeriga taratqular vakili degan 80 nomerni qo'shsak, 126 nomer demak bizning bugungi chempionimiz Zuhragul. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin.